Ha, kichkinalarga ekan. Ha, podrost ko'rdingmi? Qiyin emasmi? Quloq soladimi gapingizga? Aql bola bor, o'tmasalar bo'lsa. Familiyani nima qilasiz? Nima qilasiz familiyani? Qanaqa tushuntirasiz? Hozir urib bo'lmaydi, so'kib bo'lmaydi. Hamma aql narsalar keladi. Hozir bola ko'plar endi iloji bor chalg'itmaslik kerak. Faqat Quloq solmaganlarni nima qilasiz? Menga ham o'rgatingmi? Quloq solmagan patsientlarga mana nimadir qilishim kerak-ku. Bog'cha ocha olmayman kattalarga. Bo'lsa bog'cha ochib ham bolasi xotin ham qamab qo'yardim deb, "Men buni yeyish kerak, men buni ichish kerak" deydi. Qanaqa taktika qilyapsiz? hozirgi taktika urush bo'lmaydi. Hozir taktika faqat shu bolani bo'sh qoldirib faqat nimanidir mashg'ulot qilib tushunib qoldirmoq. Mazani bo'sh qoldirmayman, siz ham.